bermaydi? Ha, onaga nimaga bermaydi? Nimaga bermaydi? Biz shuni so'rayapmiz. Boshqa narsani so'ramayapmiz. Biza oddiy narsani so'rayapmiz. Sud ekspertiza va uyini tagidagi video kamerani, CC kamerani. U voqea vaqtidan 10 minut oldin, 4 soat oldin, 6 soat oldin. Eng keragi. Xo'p, o'lib bo'lgandan keyin, inson o'tib bo'lgandan keyin nimaga 11 soat deganda onasiga aytiladi? 13 soatdan keyin. Nimaga? Hozir bir ha? Uyga? Uyga, to'g'ri uyga. Qizlar sovuq. Men bu joydan to'g'risini aytsam, o'zim uyimga ketgim kelyapti. Aziz yurtdoshlar, mana hozir to'xtanglar, sal o'pkam bosib oling. Biz taxlab sekin joyida aytaman. Bu milliy soha O'zbekistondagi yurtdoshlar bilmaydilar, o'shaning uchun men chiroyli tushuntirib o'tib ketaman. Chiqish bo'ladi. Bosh ko'tarib chiqish degan. Unga biz o'zimizdan chiqa olmaymiz. O'sha rayonni qatga chiqish qilmoqchi bo'lsak, qatga bosh ko'tarib chiqmoqchi bo'lsak, o'sha joyni milliy soxonasidan ruxsat so'raladi. Ruxsatni bekordan berilmaydi. Kerakli sabablari keltirib ruxsat so'rashga to'g'ri keladi. Kerakli sabablar shuni tasdiqlasa, o'sha ruxsat so'ragan insonga ruxsat tegadi va biza berilgan o'sha chiziqdan chiqmasdan bosh ko'tarib chiqdik. Ko'rdinglar, kuzatdinglar. Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Yarim soat oldin nima uchun biz tarafga keldi? Biz u yerda nima qildik? Bor haqiqatni so'radik, qonun qoida bilan. Ona farzandini olayotganda boshidan, mana bu orqa tarafdan oyog'ini tagigacha hamma joyi yara. Bu dunyodan ko'z yumgani yetmaganda, agar shu yetkazgan, shu mudhish gapni yetkazgan insonlar shuni sho'ttaligida, Koreya qonun qoidasini ichida shunaqa mayli berib qo'ydingiz, xola, juda ham qiyin, ammo bizada qonun degan narsa bor, qoida degan narsa bor. Koreya qonun qoidasida mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, uyini ahvolini, qizini ahvolini boshdan oyoq ko'rsatish kerak-ku. Bu dunyodan, olamdan o'tganini, ko'z yumganini yetkazgan, o'lganini eshitgan ona. Bu yog'iga chidamaydi deb o'ylayapsizlarmi? Bu yog'ini ham aytish kerak-ku. To'g'rimi? Baribir uni olgandan keyin ko'radi-yu, biladi-yu. Hamma joyda qonun qoidasi bor. Shu yerda yashovchilar ko'p inson hammasi biladi. Majbur aytish kerak edi. Yo, hozir obunachilar kelganda mazgina. Keyin Xudo xolasa biza sekin qonun qoida bilan nimaga biz chiqish qilamiz, nimaga
shuni ketyapsin deydi. Biza yurtdoshlar, xudo xohlasa mana ko'p gapirib yubordim. To'g'risini desam, hozir o'zimni sog'lig'imni bilmayman, tomog'im bo'g'ilgan. Va shu tugashiga biz 2 soatga ruxsat olganmiz, soat 2 dan 4 gacha. Tugashidan yarim soat oldin kelishdi. Xo'p. Biza militsiya tomonlama himoyada bo'lamiz. Uni hech kim buzishga, hech qanaqa norozichilik bildirishga haqqi yo'q. Qonun qoida bilan qilamiz. Koreyada mana shunaqa qonun qoidalar bor. O'sha qonun qoidaga boshdan rioya qilganda mana bunaqa ish katta bo'lmas edi. Aytgan gaplarim hammasini aytib o'tdim. Yanada qonun qoida bilan biz yangiliklar kiritsak, aytamiz sizlarga. Albatta, biz unaqa efir qilib, odamlarga tarqatib, bu yoq qilishga to'g'risini desam vaqtimiz yo'q. 24 soat yetib bizga yetmayapti. 3 kunlab boshimni birinchi marta boshim yuvmay, dushga kirmay, bir kunda ovqat yemay, zo'rg'a suv ichsak shukr qilib, o'zimiz oyoqlarimiz bilan yurib kelib, Nozima yashagan domga keldik. Atrofdagi insonlar bilan gaplashdik. Bizda makler deydi, men o'zbek tilida shunaqa bilganman. Maklerlar, Nozimani ishlagan joydagi boshliqlar, er-xotinlar hammasi maqtashdi. Karz fuqarosi. Tushunyapsizlarmi? Karz fuqarosi. Hammasi maqtashdi. Onasini, farzandini yaxshi ko'rgan, shu uyni olishida ham dedi, nima zaklad puli bo'ladi, boshda beriladigan puli bo'ladi. O'shanda rosa kelishgan ekan. Iltimos, men onam bilan o'g'limni olib kelaman, pulim kam deb turib, yaxshi niyatda o'sha uyda zayd qilganda, u gaplashilgan, shartnoma qilingan. Aytyapman, mayli nasib qilmabdi. Onasi ham shu uyga u yo'qligida kelish nasib qildi peshonamizdan. Ammo ayollar bosh ko'tarishga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysizlar? Xolis o'zingizlarning niyatinglar. Xolis. Xudo xolisa qonunan bir nimaga erishganimizda albatta aytamiz. Qo'llab-quvvatlaysizlar. Ayol kishi, men aytaman, qiz bola nozikdir. Albatta, qiz bola nozik. Lekin ona kuchli. Koreyada ham shunaqa maqol bor. Qiz bola nozikdir, ona kuchli. Ferzo xolam sog'liqlari yaxshi emas. Yuragi pochkalari yaxshi emas. Balinsa yolg'on emas. Balinsa qog'ozlari hammasi bor. Nima kerak deb o'ylaysizlar? Mayli, u inson o'tdi, qizlari o'tib ketdi. Ammo nimaga bu dunyoga, mana bu ochiq hayotga 7 yoshli farzandini qoldirib ketdi? Ertaga bu farzand o'g'li voyaga yetadi. Voyaga yetganda haqiqatni bilmaydi deb o'ylaysizlarmi? So'ramaydi deb o'ylaysizlarmi? Bu o'zini osganmi, kimdir o'ldirganmi, mana bunaqa so'roq, undoqliq onasi tan olmayapti. Hozir farzandini o'sha dunyoga keltirgan onasi tan olmayapti. U Nozimani, biz singlimizani farzandi tan oladi deb o'ylaysizlarmi? Nozima ham mana 26 yosh. Bir guli ochilmagan. Aytyapman. Xo'p, mayli, yana anaqa efirga kiramiz. Xo'p.